Avvalamboshiga eslatib o'tamiz. Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalom hayotlarida bir necha bor umra va bir marta haj qilganlari farz bo'lgandan keyin tarixda ma'lum bo'lib qoladi. Sarvari koinot alayhissalom katta haj Allohning qarangki farzi, ya'ni umra meni sunnatimdandir deb marhamat qiladilar. Ba'zi insonlar Allohning uyini ko'rmasdan burun eshitamizki, bir armonim bor edi. Ko'rgandan keyin qani xotirjam bo'la olsam, qalbimga ming armon tushdi deguvchilar bo'ladi. Haqiqatdan ham Allohning uyini ko'rib, o'sha g'ayri tabiiy muhitda mehmon bo'lgan odamlar dunyoning hamma fitnasini unutib, o'sha makonlarda Allohni qarangki, makonida huzur topganlarini his qilishadi. Va yana shu huzurga qayta-qayta insonni talpinayotganini og'izlardan, zabonlardan eshitib qolamiz. Aziz ayollar, aslida ketma-ket borishlikda, hajga, umraga ketma-ket borishlikda nima hikmat bor? Nega odamlar buncha haris bunga deb savol beradigan bo'lsangiz, Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda Payg'ambarimiz alayhissalom marhamat qiladilar. Hoji bilan uchrashsangiz, unga salom bering. Hojilar bilan uchrashganda qo'l berib ko'rishing. Va kimki hojilar bilan uchrashsa, qarangki, xonadoniga kirishdan avval sizni haqqingizga duo qilishini so'rang deb marhamat qilinadi. Ya'ni o'sha hojilar bilan so'rashayotganingizda, salomlashib qo'l berayotganingizda, Allohning qudrati bilan uylariga kirishdan avval sizning nomingizga istig'for so'rashlarini iltimos qilishimiz kerak ekan. Aziz ayollar, endi bu narsani kirishda bilmagan bo'lsak, inshaalloh chiqishda bunga amal qilamiz. Hojilarning gunohlari kechirilgan holatda xonadonlariga qaytadilar va sizlarning haqqingizga Alloh sizni mag'firat etsin degan duolari inshaalloh qabul bo'ladi deb Rasul akram alayhissalom ogohlantirib etadilar. Oysha radhiyallohu anha aytadilar onamiz, Payg'ambar alayhissalom ziyoratga borsalar, doim Zamzamni o'zlari bilan birga idishlarga solib qaytar edilar dedilar. Sababi so'ralganda Payg'ambar alayhissalom o'zlari bilan keltirgan Madinaga zamzamlarini kasallar ustidan quyardilar. Ularni o'qirdilar, Qur'on suralari bilan o'qib turib, ular ustidan zamzam quyardilar deyiladi. Demak, zamzam bu shifo, bilamiz. Avval jannatda bo'lgan ne'matni Alloh Hojar onamizni va Payg'ambar alayhissalomning farzandlari bo'lgan Ismoil alayhissalomning hurmatlaridan yer yuzidan otilib chiqishiga qarayki amr qiladi. Xudoning ne'matini ko'zingiz oldiga keltiring. Safo va Marva tepaliklarida, qip-qizil dashtda yangi bo'shangan ayol bir tomchi suvga zor holatda, bola yangi tug'ilgan, chirqillab turibdi. Qarangki, yuz qo'llarini yuvib poklangilari kelib turibdi, og'izlaridan muzdek suv quygilari kelib turibdi, lekin suv yo'q. Begorga hajm rukuniga Alloh taolo Safo va Marvani 7 marta halqa qilib rukunlab aylanishni qarangki qo'ymadi. Shu bilan payg'ambar ayollari Hojar onamizning mashaqqatlarini jasadimizda his qilishimiz uchun Alloh shu bizga qarangki haj rukunini taqdim etdi. 7 marta aylandilar, bironta suvdan nishon yo'q va oxiri farzand oldiga kelganda tiz cho'kib duo qildilarki, Robbim, payg'ambar zurriyoti haqqi hurmati bizlarga suv berdilar. Yangi bo'shangan begunoh ayolning o'sha zahoti duolari qabul bo'ldi. Jabroil alayhissalom ko'kdan nozil bo'ldilar va qanotlari bilan yerga bir marta urganlarida bolaning tomonlari ostidan Zamzam qudug'ining suvlari endi jannatdan yer yuziga otilib chiqa boshladi. Qo'llarida idish yo'q, biron bir asbob uskuna yo'q. Beixtiyor baqirib yordilarki, Zamzam. To'xta, asta degan ma'no yangrab ketdi. Va Allohga hamd bo'lsin, Hojar onamiz qo'rqqanlaridek emas, Zamzam o'sha zamonlardan bizning zamonlarimizgacha barokat bilan yetib keldi. Alhamdulillah, bizdan keyin yana ko'p avlodlar undan bahramand bo'ladi deb inshaalloh umid qilamiz. Faqat bitta narsani bilaylik, jannatdan chiqqan hamma narsa jannatga vaqti kelib qaytib ketadi. Qiyomatga oz qolganda odamlar haj qiladi-yu, Zamzamning changlarini lablariga surib qaytadi deyiladi.
Shuning uchun hali lablaringlar zamzamga tegib turganiga Allohga beadad hamd va sanolar bo'lsin. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam marhamat qiladilar. Zamzamni ochlar ichsa to'yadi. Tashna ichsa qonadi. Dardman ichsa inshaalloh shifo topadi. Shu zamzamni ichsam tuzalarmikinman degan odam hech qachon tuzalmaydi. Nimaga? Otanglarga rahmat. Chunki uning qalbida gumon bo'ldi. Alloh esa gumonli hech narsani qabul qilmaydi. Va zamonamizning olimlari tadqiqotlarni o'tkazib, necha yillik mana umrlarini zamzam ustida ketkazib, oxiri shunaqa bir maqola yozishdi. Biri yapon olimi, biri nemis olimi. Zamzam yarim piyola holatida bir chelak suvga solinganda bir chelak suvni mikroskop ostida zamzamga aylanganini ko'rdim deydi. G'ayridiy inson aytayapti buni. Qarang, yarim piyola zamzamdan bir chelak zamzam paydo bo'ldi deydi. Va marhamat qilinadiki, nemis olimi tomonidan o'tkazilgan tadqiqotda zamzamni cherkovga olib kirib, qo'ng'iroqlar sadosi ostida kuzatdim. Qo'ng'iroq chalinib, cherkovda sado yangraganda zamzamning rangi bo'g'ilib ketdi. Zamzamning xususiyati o'lib boshladi. Keyin uni masjidga olib kirdim. Masjidda azon ostida tekshirdim deydi. Va mikroskop ostida ko'rib hayratda qoldimki, zamzam yashnadi. Zamzamda mineral va qarangki vitaminlar ko'payib boshladi. Dunyoda yagona achimaydigan suv zamzamdir azizlar. Haftalab saqlang, oylab saqlang, yillab saqlang. Zamzam buzilmaydi inshaalloh. Va Xudoning marhamati bilan zamzamni mana ba'zilar savol berishdi, hozir turib ichadimi, o'tirib ichadimi? Aziz ayollar, Qur'oni Karimda va hadisda qat'iy ko'rsatma yo'q bunga. Hurmat yuzasidan turadiganlar ham bor. Iloji bo'lmasa zaruratda o'tiruvchilar ham bor. Yodingizdan ko'tarmang. Alloh subhanahu va taolo zot hatto namozda yaramagan odamni o'tirishga ruxsat berib qo'yibdi. Zamzam ichish uchun siz turmadingiz o'rningizdan bir-biringizni malomat qilmang. Hamma sharoitga qarab qiladi. Asosiysi qiblaga qarab bismillah bilan duo qilib ichsa, beniyati shifo bo'ladi inshaalloh. Keyingi ne'mat dasturxonlaringizda ko'rib turgan ajiva xurmosi bo'ladi. Xurmoning 200 dan ortiq turi bor. Ajiva xurmosini Jibroil alayhisalom ko'klardan payg'ambar alayhisalomga ekib Madinada bog' hozir qilishlari uchun Allohdan amr bo'lib olib tushdilar. Qo'llarida tuproq ustida nihol turgan ekan. Payg'ambar alayhisalom so'ragan ekanlar: "Ey do'stim Jibroil alayhisalom, bu nimadir?" Bu jannatning ne'mati ajiva. Bu pastroq, qoramtirroq bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam eng sevib yegan navlari mana shu bo'ladi. Mana shu ajivaning ichida olimlarimiz isbotlab berishdi 26 xil foydali minerallar va vitaminlar bekilgan. Va Xudoning qudrati bilan ajiva saqlangan uydan jin qochish xususiyati bor. Jin kirmaydi ajiva turgan uyga inshaalloh. Va ajivaning xususiyati shuki, tong saharda 7 dona ajiva bilan kun boshlagan insonga 24 soat davomida sehr va zahar kor qilmaydi inshaalloh. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning bir sahobalarini chayon chaqdi. Isitma bilan uyiga olib kelishdi. Haligi odamni bezgak tutib turardi. Rasulullohni ko'rishni xohlayman dedi. Payg'ambar alayhisalomni chaqirib kelishganda haligi ummat: "Ya Rasululloh, men bugun o'lamanmi?" dedi. Payg'ambar alayhisalom: "Saharda yeganmiding ajivadan?" dedilar. 7 dona dedi. "Qo'rqma, o'lmaysan. Bir necha kun isitma yeb, yana jamoatga qaytasan" dedilar. Alhamdulillah, haligi odam haqiqatan ham 2-3 kun ismalab yana jamoatga qaytganini sahobalar ko'rdik deb rivoyat qilishgan. Yangi tug'ilgan chaqaloqni payg'ambar alayhisalom yo asal yo ajva bilan talagini bosar ekanlar. Yodinglarda bo'lsin, buvisilar, onasilar. Bolaning talagi o'ng qo'l bilan bismillah etib 3 martaba alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah kalimalari bilan ko'tariladi. Talagini nima bilan ko'targansa, shukr hamd bilan ko'targansan. Ana. Qarang qanaqa yaxshilik. Shunda inshaalloh isyon qilmaydigan avlodlar ko'payadi. Va yangi bo'shangan ayolning birinchi taomi ajva bo'lsa, 7 dona ajvadan yegan ayolning ustiga baraka kiradi dedilar payg'ambar alayhisalom. Borib kelgan bo'lsa, niyat qilib olib qo'yaylik. Inshaalloh nabiralar,
Mana ko'zi yoriganda, Alloh nasib etib farzandlarimiz dunyoga zurriyot keltirganda, mana shundan 7 donasini yetkizsak, onaning ustiga baraka kirar ekan inshaalloh. Payg'ambarimiz alayhisalomdan so'rashdi, qanaqa haj eng yaxshi haj ya Rasululloh sollallohu alayhi vasallam? Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Eng yaxshi haj bu baland ovozda talbiya aytilgan hajdir dedilar. Labbayk Allohumma labbaykni baland ovozda aytilgani eng yaxshi hajdir dedilar. Bu bizga tegishli emas azizlar. Bu erkaklarga tegishli. Ayollarning ziyoratida muqim qoidalari bor. Ayollar ovoz chiqarmaydi chunki islom shariatida ayolning ovozi avratdir. Ayollar ziyoratda juda tirbandda yurgani uchun mushkambar sepmaydi. Va ayollar ziyoratda yurgan vaqtda avratlari butkul bekilishiga qattiq qarayga ahamiyat beradi. Sochning ko'rinib turishi, ro'mollar ko'krakni ustini yopmasligi, to'la ayollarda bo'g'imlarga qarayga qadalgan holatda kiyim kiyilishi, sajdaga yiqilganda butun vujudimiz bilan liboslarning etagini o'zimiz yukimiz bilan tepaga sudrab ketishimiz va bo'g'imlarni, to'piqlarni ochilib qolishi bizni qarangki ibodatlarimizni zaif qiladi. Shuning uchun imkon qadar ziyoratga ayol paypoq kiyishi, keng ro'mol o'rashi, kengroq libos kiyishi va poklangan holatda xushbo'y surtmasdan talbiyani xufiya qilib etishi bizga inshaalloh amr qilinadi. Va aziz ayollar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan savol berib so'ralishdi. Ya payg'ambar alayhisalom, biz hajni qilganimizda umra bilan hajni ketma-ket qilishni xohlaymiz ba'zilarimiz. Deganda Abdulloh radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda u zot alayhisalom javob berdilar. Qaysiki ummatim haj bilan umrani ketma-ket qilsa, temirchining bosqoni bosilgani kabi mana shu ummatimdan xuddi qarangki bosqon bosilganda temirning zangi ketgandek ummatimdan gunoh va kasal to'kiladi dedilar. Demak, ketma-ket qilingan haj va umra ummatni ham gunohdan, inshaalloh ham darddan poklaydi dedilar. Demak, bunda hikmat, bunda yaxshilik bor. Va kimki Baytullohga kelib, Hajarul Aswadga qo'lini qo'yib, Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh kalimasini aytsa, Alloh bilan qo'l berib ko'rishgan yanliq bo'pti deydi ulamolar. Kimki Hajarul Aswadga kelib, qora toshni o'pib, yuzini qarayki shu qora toshga qo'yib salom bersa, Alloh bilan yuzini yuziga qo'yib so'rashgan bandalar yanliq bo'pti deydi ulamolar. Va zikr qilinadiki, payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom mana shu ziyoratda eng ko'p uyingizda topilmaydigan amal tavvofni qiling dedilar. Har bitta tavvof 360 darajaga yetganda qum zarralari to'kilgandek ikki yelkamizdan gunoh to'kiladi inshaalloh. Va kimki ravzan boshiga kelsa menga salom bersin, ruhim uyg'oq, jasadim tirik yotadi dedilar. Sahobalar so'rashdi, ya Rasululloh, axir sizni qabr qurtlari yemaydimi? Yo'q dedilar. Payg'ambarlarni go'shtini qabr qurtlariga Alloh harom qildi. Va men har biringizni salomingizni boshimga kelganingizda, assalomu alaykum ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam degan sado bilan eshitaman dedilar. Kimki deydi ulamolarimiz, Ravza-i Muborakda boshini sajdaga qo'yib namoz o'qisa, 60 yillik nafli namoz savobi bilan shu ravzadan chiqadi inshaalloh. Kimki hajda, katta hajda bir rakat namozga yiqilsa, 100 ming rakat hasanat savobini topadi inshaalloh. O'rnidan bitta yiqilib turganini o'zida 100 ming rakat namoz o'qidi, savob unga daxil bo'ladi. Har bitta alifga, alif, lam, mim. Alifga 100 ming, lamga 100 ming, mimga 100 ming tilovat savobiga ega bo'ladi. Agar 30 kunlik haj ichida kuniga bir poradan Qur'on tilovat qilsak bormi? 30 kunda 30 pora Qur'onni xatm qilgan ummatga bitta xatmiga 100 ming xatm hasanoti nasib bo'ladi. Hayotida biron bir qori 100 ming talab xatm qilishga qarayga qodir emas. Lekin hajda Alloh shuni savobi bilan qaytishga bizni inshaalloh musharraf qiladi. Va ayollarga tegishli masalaga to'xtalamiz. Aisha radhiyallohu anhodan rivoyat qilingan hadisda payg'ambarimiz alayhisalom bilan birga umraga chiqdim tuya minib deydilar. Umraga yetib kelganimizda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tahorat yangilash uchun mendan uzoqlashdilar. Tahoratni yangilab qaytib kelganlarida qarasalarki, Oysha onamiz yig'lab o'tiribdilar.
ey Oysha, siz qo'rqqan ish sodir bo'ldimi dedilar. Ha ya Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, men uzrga kirdim dedilar. Oysha Siddiqa radhiyallohu anha kuyib yig'ladilarki, endi men shundoq qaytamanmi? Hamma umra qilsa men chetda bo'lamanmi dedilar. Payg'ambar alayhissalom aytdilar, ro'za tutmaysiz, Qur'on o'qimaysiz, namozga qarangki turmaysiz va Ka'ba-i muazzamani tavof qilib qo'lingiz bilan ushlamaysiz. Qolgan amallar sizga xayrli dedilar. Oysha Siddiqa radhiyallohu anha bir necha kun hayzli bo'ldilar va poklanganlaridan keyin men poklandim deb keluvdilar. Tavofga yetkazib qo'ying, ko'plab qilavering dedilar. Umra ado bo'lib, hamma qaytayotgan paytda Oysha onamiz yana kelib so'radilar. Ya Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, meni umram qabul bo'ldimi yo baribir zaifmi dedilar. Payg'ambar alayhissalom javob berdilar: "Ey Oysha, bu odam qizlariga Allohning ato etgan taqdiridir" dedilar. Bunga ko'rib turib ziyoratni ado etgan ayolga ham ziyoratning savobi, ham g'azot qilgan xotinning savobi qo'shib yoziladi dedilar. Qaysi xotin hajda nifosli yoki hayzli bo'lsa, qon kechib g'azot qilgan g'oziylar savobi yoziladi dedilar. Bizda ayollar shu narsaga aralashib qo'yadi. Tabletkalar ichadi, gormonal ukollar oladi, vaholanki bilmaydiki g'azot savobi bilan shu ayolga qaytishlik Alloh taolo rahmatini ato etib turgan.